Madi kelishi bilan nima qilmoqchi bo'lganligimizni ko'rsatdim, lekin hamma narsa biz xohlaganimizdek bo'lmas ekan. Madi kelgunigacha 15 minut vaqtimiz qolgan edi. Nimadir qilmasam bo'lmas edi. Endi qo'ldan kelgancha amalladik. Karşımızda hep duvar, yar sana neler oldu, bak bize değdi nazar. Her bir şey yaşıyorlar, bir günde gel gider. Hoşbehtlik senden kalırım, ömrümü de verer. Eybi yok menden ağlar, gül balım ağlar. Her bir şey yaşıyorlar. Men shuni tushunib yetdimki, erkak kishi hamma narsaga tayyor turish kerak ekan. Bundan og'ir bo'lishi ham mumkin edi, to'g'rimi? Mayli, yaxshiligiga charchamaydi. Keder